Yuqorida mana hofizlarimizga, san'atkorlarimizga hazil hamisha ham bo'layapti. Bu bejizmas, sababi birinchidan muxlisligimizdan. Ikkinchidan e'tibor bersangiz, bugungi kun estradamizda hofizlarimiz bosh san'atkor hisoblanyapti. O'zi umuman tarixga nazar tashlasangiz, 20-asrda birinchi yarmigacha ham bosh san'atkorlar qiziqchilar bo'lgan ekan. Korfarmon degan juda ko'plab o'sha o'zining davrining mashhur san'atkorlari, o'sha Tamaraxonim deysizmi, Mukarrama Turg'unboyeva deysizmi, Ma'murjon Uzoqov deysizmi, shular deyarli ko'pchiligi Yusufjon Qiziqni to'dasida yurganda, o'pay sostav demagan, to'da deyilgan. Yurgan. Mana endi hozir yaqinlardan boshlab hofizlarga o'tdi. Hozir 4-5-avlod hofizlarimiz bosh bo'lyapti. Eshitadigan qo'shiq yo'q. Ya, men nisbiy ma'noda aytayapman, to'g'ri tushunasizlar. Endi avvallari qo'shiqlarda qanaqa bo'lardi? Bir xonanda qo'shiq aytsa, hammamiz aytar edik, uzoq aytib yurardik, to'g'rimi? Hozirlar ham choyxonalarda, davralarda, xonadonlarda e'tibor bersangiz, o'sha eski qo'shiqlarda aytadi, a? Jonon bo'laman deb hammani kuydirasammi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasammi? Sizlar ham aytasizlar, a? Zamonaviy qo'shiqlardachi, bratan degani, aka degani, yo'qmi makarondan boshqa yegani aytasizlarmi? O'zi umuman o'zbek san'atida Shashmaqom degan bir asar bor. Shashmaqomda shash 6 ta qo'shiq deb tushunadi ko'pchilik. Yo'q. Shashmaqom bu 6 ta turkum. 6 ta turkum ostida 1,5 mingdan ziyod kuy qo'shiq jamlangan. Meni nazarimda boshqa dunyo san'atida bunday katta asar bo'lsa bitta yarimta bo'lmasa yo'q. Demoqchimanki, Shashmaqomday bir asari bor san'at bugun mana shunday bir holatga kelishini o'zi bir hayratlanarli. Avvallari endi san'atkorni ikkiga bo'lardik, professional, otarchi. Hozir kompyuterchi ham paydo bo'lgan. Bu kompyuterchi degani, kompyuter kuyib qolsa, u hech kim bo'lmay qoladi-da u. Yaqinda shunaqangi kompyuterchi sostav bilan to'yga birga tushib qoldi. Endi odamlar ham tushilib qoldi fonogrammani. Bir otaxon kelib, "Apparatingni o'nglayapsanmi? Jonli aytasan. Falon-pul olyapsan, jonli aytma qani, men mana shuni o'tirib kuzatib turaman seni." Endi san'atkor bo'lganim uchun o'rtaga tushdim o'zimcha. Hali bir latifa bor. Yigit o'zini osmoqchi bo'ladi, ko'pirning tagiga kirib, arqonni bir uchini ko'prikka, ikkinchisini bo'yniga elatib, sakrasa, u arqon o'lgir chirigan ekan, pop uzilib oqib turgan suvga tushib ketibdi. Bir 20 metr nariroqda bir bola suvdan chiqib, "Padaringga la'nat, o'zimni osaman" deb sal qoldi cho'kib ketishimga degan ekan. Bizniki ham shunaqa bo'ldi. Keyin chetga o'tib kuzatib turdim, nima bo'lar ekan deb. Hali hofiz sostavga imladi, bolalar ham uladi, apparatda ancha bo'lgan ekan, ulamaganiga bir qilar joyin izlab topalar ham ovora bo'ldi. Ulab oldi. Keyin boshlandi qo'shiq. Endi kompyuter bo'lib qolgan kalla. Kompyuter aytib o'rganib qolgan. Bir kuplet aytgandan keyin taqataq qo'shiq to'xtadi. So'zini eslolmayapti hofiz. Doirachiga imlovdi, dedi. Arganchiga unaqa u ham eslamadi. Orqaga barabanchiga qaradi. Barabanchi ancha bo'lgan ekan, jonli chalmagani, o'zi ham zirib ketgan ekan. Baraban o'zi 8 ta tog'ira, usti kirib olib taqladini ham chalyapti qarasam. Bir qarasam bir yigit patnisda 8 ta kosada ovqat boradi, kosalarni ham chalib ketdi. Hali jonli aytasan degan otaxonam qo'lda nosqovoqni ushlab turdi, nosqovoqni ham chalib ketdi. Yo'laylarib kelib yana chalyapti. Hofiz oldiga borib, keyingi so'zi nima edi desa, hali bir pas hofizga tikilib turdi-da, o'zi qaysi qo'shiqda aytayapmiz deydi. Qarang, bilmay turib shunchalik chalayapti, bilsa bormi? Sindirib tashlaydi u. Endi mana biz Zokir akalamizda hazilimizni bilasizlar, bir-birimizga qancha hazil qilsak, muxlis shuncha mazza qiladi. Shunga qurilgan handalak. Ba'zida endi mana muxlislar ataylab bizdan gap olmoqchi bo'ladi-da, "Ortiq aka, nimaga o'zi Zokir aka nuqul sizni qiynaveradi" deydi. Biladi, uslub shunaqa, lekin kulgili gap kutadi. Qaysi vaqt ajrab ketar ekan degan gap chiqqaniga hazil qiluvdik. Ajrab ketyapsizlarmi desa, "Ha, nimaga ajrab ketyapsizlar?" desa, "20 yil birga yurdik, farzand bo'lmadi." Hozirgacha aytib kuladi-da. Yaqinda bittasi menga aytadi, "Zokir aka, Ortiq aka, siz kattami, Zokir aka kattami?" dedi. "Tengdoshmiz" dedim. "Nimaga u kishi katta ko'rinadi?" deydi. "Ha, men qayerdan bilay? U lekin kulgili gap kutyapti mendan." Bir xursand bo'lsin dedim-da, "Nimaga u sizdan katta ko'rinadi?" dedi. "U astatik materialdan qilingan" dedi. Gurmazaq kuladi endi. Shu qiziqchilikda qiyin jihatlari ko'p o'rtoqlar, lekin bitta ustun tomoni bor men mazza qiladiganim, qayerga bormaylik, kimga ro'para kelmaylik, bizni tabassum bilan kutib oladi. Qiziqchini ko'zi bilan qarasangiz, olam sizga kulib turgandek tuyuladi.
Otam bilan Buxoroga qarab ketyapmiz. Yo'lda u ham kuladi, bu ham ko'radi, kulib. Otamga aytdim, "Ota, hamma bizga qarab kulaveradi-da." Desam, otam kitobga yozsa arzigulik bir ibora aytdi. "O'g'lim," dedi. "Tarqatgan tabassumingni qaytaryapti senga," dedi. Qarang qanaqangi ibora. Hali yuqorida ham otamni jaydari bir nimasini aytdim. Otamda o'sha qiziq nimalari ko'p. Bir kuni bir do'stim bor, juda shilqim bola. Ota-bola ikkovimiz gaplashib o'tiribmiz, kelib qoldi. Ozgina olgan, "Hoji buva," meni o'zicha ustimdan kulmoqchi bo'ldimi? "Bu hali ham Ortiqboyni yenasini olib yotasizmi?" Savolga qarab. "Bu hali ham Ortiqboyni yenasini olib yotasizmi?" dedi. Otam bir pas qarab turdi-da, "Ha, nima qilay, seni enangni olib yotaymi?" dedi. Gapirsak gap ko'p. Endi bugun aytilmagan gaplar. Shogirdlarga aytdimki, izlanglar, qani qaysi mavzuda gapirmabmiz. O'ylab qarasak, o'rtoqlar, poyez haqida biron marta latifa aytmagan ekanmiz. Vaholanki poyez haqida o'nlab latifa hangomalar bor. Mana shulardan bittasi. Tasavvur qilasizlar, poyez kupeda yoshi 40 larda bir ayol, yonida 18 yoshli qizi, bu tomonda bitta komandir, yonida soldati bilan ketyapti. Poyez tunnelga kirib ketibdi-da, qorong'ilikda qarras etgan shapaloq ovozi eshitilibdi. Poyez shunday tunneldan chiqqan, to'rto'yim jim, to'rto'yim o'zicha o'ylab ketyapti. Onasi aytayapti, "Qizim ham voyaga yetib qopti." Mana qaysi tegajoqlik qiluvdi, onasini qizida bir shapat urib joyga o'tkazib qo'ydi. Qiz o'ylayapti, "Onam ham chakki emas." Diqqat tortyapti, mana qarang, qaysidir qilib bir shapat urib joyga o'tkazib qo'ydi. Komandir ketyapti, "Padaringga la'nat. Harbiy qismga borib olaylik, o'zim bilaman." Qaysigadir tegishdi, mana yo'q joyda men bir shapat yedim. Askar ketyapti. "Yana tunnel chiqsa, endi buyog'iga solaman" deb. Shuni sal boshqacharog'i. Kupe yigit bilan qiz o'tirib ketyapti, bir-biriga termilib, yonida bir 70 lardan o'tib qolgan otaxon o'tiribdi. Huu deb tunnelga kirib ketibdi poyez. Yo'dan huu deb chiqqandan keyin yigitga qizga qarab, "Yaxshi qiz, ozgina hayajonlandim. Yana tunnel chiqsa boru, o'pib olaman lekin." Desa qiz, "Tushunmadim, hozir kim o'pdi meni?" deymish. Kimsasiz Orol haqida juda ko'p balki hangomalar bor, aytmagan ekanmiz. Kimsasiz Orolda 4 ta erkak bilan bitta ayol tushib qopti. Endi tirik qolganda endi kema halokatga uchraganmi? 4 ta qopti. Xullas, bittasi nemis ekan, bittasi o'rus ekan, bittasi arab ekan, bitta o'zimizdan ham yigit bor ekan. Qiz ham bor ekan. Biron hafta o'tgandan keyin nemis gap boshlabdi. "Nima qildik o'g'aylar, bu qizimizni endi biron kishi bir halollab nikoh qilib oladimi? Nima qilamiz desa, urushamiz" debdi nemis. O'rsa aytdi, "Baraka top urushingni qo'y, o'zidan so'raylik. Kimda aytsa shuda endi." Desa, arab aytdi, "Yo'q, xotindan so'rash kerak, aytganni teskarisini qilish kerak." O'zbek jimiymish. "Asan nima demayapsan?" desa, "Nima deyin aka? Bir haftada men yashayapmiz, yaxshi ayol" deymish. Men o'zi ko'proq oilaviy mavzularda gapirishni yaxshi ko'raman. Er xotin o'rtasida bo'lgan suhbatlarda ichida juda haligi kulgili gaplar ko'p bo'ladi. E'tibor bersangiz, er yonboshlab o'tiribdi so'rida, xotini hovli supurayotib, "Dadasi, ana ichkari uyga kiring, toqshida 1 litrlik banka bor. Sutchi keldi, 1 litr sut oling." Desa, akam o'rnidan turib ketdi. "Qo'yasanmi yo'qmi? Bolani ishiga hamman, ayolni ishiga hamman. Menga erkakning ishini ayt. Bormi?" Desa, "Yangam ham neni tushib turgan ekan, shuni supurgini tashlabdi, bor" debdi. "Ichkariga kiring" debdi. "Bor" debdi. "Kiring" debdi. Akam ham so'rdan tushyapti, "Sen men bilan hazillashyapsanmi, xotin?" "Men bilan kir" debdi. "Kir" debdi. Yangam kirgan ekan, "Kirdingmi? Bankani olib ber" deymish. Bir yoshi 50 lardan o'tib qolgan akamiz so'qqa bosh ekan, unga kelin topishibdi-da, kelin o'lgur 9-etajda turar ekan aka. Endi qo'liga bir buket gul bozorlarda qilib svidanaga kelsa, lift ishlamayotgan ekan. Endi haligi kayfiyatda 6-etajgacha chiqibdi-da, bir pasda tayyor bo'lib qolgan devorga suyanib, "Ish qilib uyda bo'lmasin-da u ayol" deymish. Bir bo'ydoq uylanmay yurgan ekan, 40 dan o'tgan yoshi uylanmay yuraveribdi. Jo'ralari aytibdi, "Uylan. Erta boshing yostiqqa tekkanda, bir qultum suv ichagin kelib qolganda, bir piyola suv beradigan odam kerak. Uylan.
Bir piyola suv uzatadigan odam kerak. Uylan. Bir piyola suv, uylan. Oxiri uylanibdi. Bir 40 yilmi 50 yil yashapti xotin bilan. 40-50 yil yashagan yotibdi, bu yerga uylan deganlar yonida o'tiribdi. Yotgan joyidan jo'ralariga qarab, "Ey, bilasizlarmi nima alam qilyapti menga?" Ha, nima alam qilyapti desa, 1 gram suv ichkim kelmayapti deymish. Endi xalqimiz orasida shunday bir iboralar borki, to'g'ri deysiz eshitib. Masalan, ba'zilari borki, o'ylab qilasiz. Masalan, aytadiki, onasini ko'rib qizini ol deydi. Nima uchun? Sababi qiz bora-bora onasiga o'xshab qolar emish. Endi ba'zi qizlarni ko'rganda odam o'ylanib qoladi, rostmikin deb. Yoki onasi maqtagan qizni emas, yangasi maqtagan qizni ol deydi. Bu ham men uchun to'g'ri emas. Chunki Luba yanga tezroq qutulaydi maqtaydi. Zo'r. Baxtingiz mana shu. Lekin bitta naql menimcha to'g'ri. Qaynota bilan kuyovda tuprog'i bir joydan olinadi. Haqiqatan shunday ekan. Kuyov endi xotin onasinikiga kelgan, orqasidan olib ketgani kelgan, ozgina kayfi bor. Keyin zimonakda bo'lsa qaynotasi chiqdi. "Keling kuyov" desa, qaynotasiga pas qarab turib, "Bizni she'rami?" desa qaynotasi, "Ikkovi ham" deymish. Aytilmagan gaplar dedik. Aytilmagan gaplar ichida yana bittasi bor. Men endi yoshligimdan, men shu yoshga kirgunimcha meni Nikolinga o'xshatishadi o'rtoqlar nimagadir. O'xshaymanmi? Lekin o'zimcha oynaga qarayman, Nikolinga qarayman, o'xshamayman. Shuning uchun aytilmagan gaplar bo'lgani uchun dedim, shu ham qolib ketmasin. Endi masalan men Lubboy bir she'rni qo'yib qo'shig'ini aytsam bo'lar edi, lekin muxlislarni shu bir haligisini hisobga olib, o'sha qo'shiqni o'zini aytishga harakat qildim. Birgalashib Kavkaz asirasi kinofilmi, demak o'sha Yuriy Nikolin aytgan qo'shiq. Ketdik. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах сколько бед и забот, ах, спаси Аллах. Не очень плохо иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, счет гули, а Фатма штопает носки. 3 жены красота, что не говори, но с другой стороны теща тоже 3. Не очень плохо иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен, самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если я был султан, был бы холостой. Не очень плохо иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Очень плохо иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны.